Bo'lib qoldimi? Ha, bo'lib qoldi. Mebel xotin emas, har yili almashtiradigan degan bitta video qilaylik. Qarang. Ochilishlari. Burishayotganing sababi bu yerdan konditsioner bo'ladi. Yaqinroq olib kelsak, bu yerda svetlari ulanib ulgurmagan. Bu yerda svetlari bor, suner, kitob hamma yo'q qo'ysa bo'ladi. Buni oynalari kalyonli, ruchkalari bor. Yaxshi sifatlisida ishlatilyapti. Xonamiz dizayn asosida qilingan 25-yilda trenddagi minimalizm usuli kashmir svetda. 85 kvadratga mo'ljallanib qilinyapti. 2 xona, 3 xona qilsa bo'ladi. Bitta kataloglarni ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli dizayn asosida bo'lyapti. Xohlasanglar o'zimiz ham chiroyli qilib beramiz. Bu yerlarda konditsionerda o'rni bo'ladi, ili yumshoq bo'ladi, beshikda g'aladonlari bo'ladi. Bu yerdagi zapchastlarimiz Hetik. Dunyo tanigan brendlardan bo'lyapti. Bu qarang, shu yerda olib ketibdi. Yaxshi sifatlisi bo'ladi har bitta narsa. Bu yerda osha-moshalarniki ham bor. Roliklar hammasi yaxshi narsalar. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Mana qanaqa ishlatilishi, necha kilo ko'tarishi, necha ming marta ochib yopilishigacha garantiyalari bor. Yaxshi firmalarda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib beramiz. Bemalol Telegram, Instagramdan yozishingiz mumkin. Hali uyimiz bitmagan, bitgandan keyin yana bitta chiroyli qilib ko'rsatamiz. Ungacha bitta like bosish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat.